Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun AutoCAD darslarimizning davom ettiramiz. Biz o'tgan darsda AutoCAD dasturini kompyuterda qanday qilib o'rnatishni ko'rib chiqqan edik. Endi bugun AutoCAD interfeysi, AutoCAD dasturida qanday qilib foydalanish u haqida asosiy tushunchalarni berib o'taman. Xo'p, AutoCAD 2025 mana yuklandi. Endi buni ochamiz. O'zi AutoCAD arxitektura, dizayn sohasida ishlatiladi. Demak, monitor AutoCADda monitor qancha katta bo'lsa, shuncha yaxshi ishlash juda qulay bo'ladi. 27 yoki undan baland dyumli monitor tanlashga o'shaning uchun harakat qilishimiz kerak. AutoCAD qanday versiyasini yuklashni hech qanday uning nimasi yo'q. Farqi yo'q. U kompyuterni ko'tarish va ko'tarmaslikka qarab yuklayversalaringiz bo'ladi. Hammasida bir xil panellar, bir xil dasturlar joylashgan. Xo'p, AutoCAD mana dasturini ochdik. Ochgandan bizga shunday bir start tugmasi, start oynasi ochiladi. Bu yerda o'ng tomonda mana bu yerda AutoCADni saytiga bog'langan bo'lim bor. Bu bo'limda biz bu saytdan ro'yxatdan o'tsak, AutoCADning serverlari bor va bu serverdan bizga joy ajratsa, biz bu serverga ishlarimizni joylab qo'yaversak, ishlarimiz o'sha joyda turadi va saqlanib bo'lib ketaveradi avtomatik tarzda. Qachon bizga kerak bo'lsa, o'sha joydan bemalol olib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu tomonda mana o'rtada esa bu yerda bajarilayotgan ishlar qaysi tartibda, qaysi ish qaysi tartibda, qayerda to'xtab qolgan bo'lsa, bevosita o'sha joydan boshlab davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Chap tomonda esa mana Sazda tugmasini bosgan bilan, AutoCADning ishchi oynasiga bemalol kirishimiz mumkin bo'ladi. Mana AutoCAD ishchi oynasi. Xo'p, ana endi bu yerda nimalar bor? Bu yerda chizish uskunalar paneli, mana risovaniya deb turibdi, chizish uskunalar paneli. Bu yerda tahrirlash uskunalar paneli, mana. Bu yerda o'lcham qo'yish, bu yerda sloylar. Buni hali nasib bo'lsa dars davomida, keyin hamma o'tgan darslar davomida birma-bir hammasiga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda obyekt xususiyatlari paneli, mana bu yerda. Xo'p, ana endi mana bu yerda esa ko'rinishlar paneli, ya'ni olddan, ustdan, yon tomondan, orqa tomondan, yo bemalol mana shu kub orqali, yo mana bu yerdagi belgilar orqali bemalol biz detalni aylantirib ko'rish xususiyatiga bemalol ko'rsa bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda holatlar qator paneli, bu yerda muloqotlar oynasi paneli. Xo'p, mana bu yerda biz chizayotgan AutoCAD ishchi oynasi, mana bu yerda esa biz printerga chiqishdan oldin, qog'ozda qanday turgan holatini ko'rish uchun listlar, mana. Xo'p, mana bu yerda esa AutoCADning fayllari turibdi. Xo'p, bunga kiramiz. Bu yerda birinchisi Sazdat, ya'ni ochish, birorta bir faylni ochish. Bu yerda ham Sazdat bu birorta bir fayl yaratish, bu yerda birorta bir faylni ochish. Bu yerda saqlanit, ya'ni ma'lumotni saqlash. Qayta saqlash, saqlanitga, ya'ni qaysi bir nima bo'yicha nomlab saqlanit qilish. Import
avtokat bo'lmagan boshqa bir faylni olib kirishimiz mumkin bu tugma orqali. Xo'p, bu yerda eksport. Eksport bu avtokatni boshqa fayllarga o'tkazish. Bu ikkalasi esa bular demak chiqarish, ya'ni tayyor bo'lgan faylni chiqarish. Bu yerda asosiy demak mana shu yerdagi fayllar, asosiy fayllar bizga ko'p kerak bo'ladigan, biz ko'p ishlatadigan demak fayllar chiqib turibdi. Bu yerda nazad chop etish, bu yoqqa orqaga chop etish, oldinga chop etish tugmalar turibdi. Xo'p, ana endi mana bu yerda esa bemalol biz fayllarni qo'shishimiz yoki o'zimizga kerakli mosni fayllarni joylashtirishimiz mumkin. Xo'p, masalan mana bu yerda birorta bir bizga kerakli bo'lgan faylni biz kiritishimiz kerak. Buning uchun sichqonchani mana bu yerda bo'sh joyiga sichqonchani o'ng tugmasi bosiladi hamda mana показать paneli, ya'ni mana bu yerda ko'rib turganingizdek barcha panellar chiqib turibdi. Biz masalan bu yerdan detal yo biror bir chizma chizyapmiz. Bizga masalan sloy bo'limi kerak emas hozircha. O'shaning uchun sloy bo'limini bemalol olib tashlashimiz mumkin. Mana qulay holatga keldi. Sloy bo'limi olib tashlandi. Yoki bo'lmasa vkladkidan, masalan bizga vkladkidan 3D instrument yoki vizualizatsiya holati kerak. Masalan mana bu yerda pitichka qo'ysak agar, mana demak vizualizatsiya nimalari, panellari ishga tushdi. Yoki bo'lmasam qaytib olib tashlasak agar, mana olib tashlandi. Ko'rib turganingizdek, mana vizualizatsiya paneli olib tashlandi. Mana bu yerda nastroykada, masalan nastroykada biz 3D modelleringiga yoki bo'lmasam klassik avtokadda ishlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan esa bemalol bu narsalarni o'zimizga moslab qo'yishimiz mumkin. Mana bemalol moslab qo'ysak bo'ladi. Masalan 3D modellering holatiga, demak mana bu yerga kirsak agar, panellar mana ko'rib turganingizdek o'zgardi. Ya'ni 3D da bajarishga mo'ljallangan panellar mana tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda demak modellashtirish paneli, bu yerda qattiq jismlarni tahrirlash paneli, mana bu yerda ko'rinishlar bilan ishlash paneli, bu yerda esa demak chizish panelidan modellashtirish paneliga o'tish, mana yoki modellashtirish panelidan chizish panellariga o'tish, hammasini mana shu yerdan bemalol boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak qisqacha AutoCADning demak interfeysi haqida yana ham nasib bo'lsa keyingi darslarimizga chizish jarayonida bemalol yana to'xtalib, yana ham mukammal ishlash jarayonida yana ham mukammal bu haqida yana to'xtalamiz. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darsgacha hammalaringiz bilan sog'lik, omonlikda uchrashamiz. Sog' bo'ling.